Assalomu alaykum zamonaviy mebel qadrli obunachilari. Navbatdagi buyurtma asosida mebelimizni o'rnatgani kelganmiz. Ko'rib turganinglardek, mana shu spalniy yotoqxonaga kravat qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ishlarimiz davom etyapti. Bugun mebellarni yig'gani kelganmiz. Xudo xolisa, bizani kuzatishda davom etinglar. Nastroyka domlaga bugun mana o'sha mijozimizning mebellari tayyor bo'lgan edi. O'shani o'rnatgani kelganmiz. Yana to'liq videoni joylaymiz. Salomat bo'linglar.